Vegeta haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Amriddin Abdullayev. Vegetaning ikkita YouTube kanali bor. Birinchisi bu Vegeta, ikkinchisi esa Amriddin Abdullayev. Vegeta o'zining YouTube kanalida mashhur odamlar haqida 100 ta fakt video chiqaradi. Amriddin Abdullayev YouTube kanalida esa qanday qilib videolarni ko'p prosmotr yig'ish yoki qanday qilib ko'proq obunachi yig'ish haqida videolar qilib boradi. Vegetaning YouTube kanalida 167 mingga yaqin obunachisi bor. Eng ko'p prosmotr yig'gan videosi Chingiz haqida 100 ta fakt videosi bo'lgan. Vegetaning barcha ko'rilgan videolarining soni 81 million marta. Vegetaning kanali 18 dekabr 2018-yilda ochilgan. Vegeta 100 ta fakt haqidagi kontentga 1 yil oldin kirib kelgan edi. Birinchi Vegetaning 100 ta fakt videosi Fezot haqida 100 ta fakt videosi bo'lgan. Vegetaning kanalida 492 taga yaqin video bor. Vegeta birinchi videosini 5 yil oldin chiqargan. Birinchi videosi Telegramda stiker yasash haqida bo'lgan. Vegeta shorts videolar ham chiqarib turadi. Vegeta shorts videolarda tasodifiy faktlar haqida videolar olib boradi. Vegeta 100 ta fakt videolar kirib oldin montaj va preview yasashlar haqida YouTube kanalida video chiqargan. Vegetaning ikkinchi YouTube kanalida 1000 ga yaqin obunachisi bor. Ikkinchi YouTube kanalida jami 76 ta video yuklangan. Vegetaning ikkinchi YouTube kanali 8-noyabr 2023-yilda ochilgan. Vegetaning Amriddin Abdullayev YouTube kanalidagi eng mashhur videosi 2024-yil 30-martda chiqarilgan. YouTube'dagi eng mashhur videosi qanday qilib YouTube'da ko'proq obunachi yig'ish haqida bo'lgan. Amriddin Abdullayevning birinchi videosi YouTube kanalida qanday qilib eng zo'r non topish haqida bo'lgan. Uning birinchi videosi 2024-yil 14-martda chiqarilgan. Amriddin Abdullayevning birinchi videosi 84 mingga yaqin prosmotr olgan. Vegetaning o'zining Telegram kanali ham bor. Telegram kanalida 100 mingga yaqin obunachisi bor. Vegetaning Amriddin Abdullayev Telegram kanalida montaj uchun qanday qilib fayllar, qo'shiqlar va preview yasash xizmatlari bor. Vegetaning bitta Telegram kanalidan tashqari Vegeta Private degan Telegram kanali ham bor. Vegetaning Vegeta Artist degan Telegram kanali ham bor. Bu kanalda 1000 ga yaqin obunachilar bor. Vegeta Artist kanalida Vegeta odamlarga yasab bergan preview bannerlarni tashlab boradi. Vegeta yasagan previewlarning narxi 300 ming so'm atrofida. Vegeta birinchi bo'lib Holiday kanalida podkastga chiqqan. Vegetaning aytishicha, uning Vegeta ismi hech qanday ma'noni anglatmaydi. Vegeta o'ziga shu nomni topish uchun 3 oy vaqti ketgan. Yangi yildan boshlab martgacha bu taxallusni o'ylagan. Vegetaning yoshi dekabrda. O'zining aytishicha, u podkastlarga intervyularga chiqishni yomon ko'radi. Vegeta YouTube kanalini 16 yoshda yurg'izishni boshlagan. Videolarni esa maktabda orttirgan bo'sh vaqtida karantin vaqtida yurg'izishni boshlagan. Vegeta YouTube'ga o'sha paytdagi Ivanga degan blogerga havas qilib kirib kelgan. Vegeta o'zining birinchi ishini 7 yoshda boshlagan. Uning birinchi ishi veb-sayt ochish bo'lgan. Vegeta veb-saytni sensorli telefonda emas, knopkali telefonda ochishni boshlagan. Vegeta o'zining birinchi ochgan kanalida 20 mingtaga yaqin obunachi to'plagan. Vegetaning eng birinchi kanalining nomi Rasmlar pastki chiziqcha HD bo'lgan. U kanalni 8-9 yoshda yurtda boshlagan. Vegeta 3-4 maktabda sinfkor bo'lgan. 3-4 sinfdan keyin esa boshqa maktabga o'tib, kelajagini youtuberlikka qiziqib ketgan va o'qishni tashlab qo'ygan. Vegetaning ota-onasi Vegetaning youtuberlik kasbiga qarshi chiqmagan. Vegeta Surxondaryo viloyati Termiz shahrida tug'ilgan. Vegeta dizaynerlik kasbini ham qilib ko'rgan. Vegetaning birinchi olgan gadjeti bu uning noutbuki bo'lgan. Vegeta o'yinlar ham yaratib turgan. Vegetaning o'yinlari 2D formatda bo'lgan. Vegeta hozirda Grand Mobile o'ynaydi. YouTube'da Grand Mobile o'yinida skemlar qilib turadi. Vegeta Grand Mobile o'yinida 3000 GSga open case ham qilgan. Vegeta YouTube'da obunachilarni ham baholagan videosi bor. Obunachilarni kanallarini baholamay qo'yganiga ham 7 oy bo'ldi.
Vegeta maktabni bitirib, universitetga kirishni xohlamagan. Vegeta Jasurbek Official bilan ham stream qilgan. Vegeta Fizot kanaldagi ko'plab previewlarni o'zi yasab bergan. Vegetaning Vegeta Private kanalda qo'shilish puli. Chunki Vegeta Private kanalda montaj uchun oldinga teng bo'lgan qoidalarni o'rgatadi. Kanalga qo'shilishning oylik narxi 99 ming so'mni tashkil etadi. Vegeta montaj qilishni o'zi mustaqil qiladi. Vegeta haftasiga kanaliga 2-3 ta video chiqarib turadi. Ba'zi vaqtda kanalda oylab video chiqarmagan, chunki kanalni sotib yuborgan. Kanalni sotib yuborgandan keyin u kontent qilmagandan so'ng kanalni yana qaytib olgan o'ziga. Vegetaning o'zining turmush knopkasi bor. Vegetaning asosiy maqsadi 1 million bo'lish. Vegetaning eng sevimli blogeri bu Mr. Beast. Vegeta streamlarda konkurslar qilib, sovg'alar ham tarqatgan. Vegeta o'zbek YouTube'ida 100 ta videosini chiqqan birinchi YouTuber bo'ladi. Vegeta mashhur odamlar haqida video chiqarganida mashhur odamlarning o'zi ham Vegetaning kommentariyasida fikr qoldirgan. Masalan, bulardan biri Omonxon. Vegeta hozirda iPhone 14 Pro Max telefonni ishlatadi. Vegetani ko'plab yosh YouTuberlar o'zlariga ustoz deb biladi. Vegetaning aytishicha, Mr. Beast'ning videolaridan YouTube uchun foydali ma'lumotlar olsa bo'ladi. Vegeta Fizotning videolarini yoshligidan kuzatib borgan. Fizot aka Vegetaga dizayn yo'nalishiga ko'plab tanbeh bergan. Vegeta asosan videolarni Mr. Beast'dan ilhomlanib qo'yadi. Vegeta preview yasashda Photoshop ilovasidan foydalanadi. Vegeta YouTube kanalida va Telegram kanalida hech qachon nakrut ko'rmagan. Vegeta boshida previewlarni tekin yasab bergan. Keyin esa 10 ming so'mdan preview yasashga boshladi. Vegetaning YouTube'da galishkasi bor. Vegetaning Instagram kanali ham bor. Asosan Instagram kanalida tasodifiy faktlar yo'nalishida ijod qiladi. Vegetaning Instagram kanalida 12,300 ga yaqin obunachisi bor. 14 kishiga obuna bo'lgan. Instagramda jami 100 ta post qo'ygan. Vegeta ma'lum birinchi bo'lib $100 yechib olgan. Vegetani Telegramda YouTube kanali ochib berish xizmati bor. Vegetani Toshkentga ko'chib kelish niyati bor. Vegeta ichmaydi va chekmaydi. Vegetani sevgan qizi yo'q.